Kristallohidratlarga oid masalalar. Birinchi savol. 150 gramm suvda 50 gramm mis X sulfat pentagidrat eritilsa, necha foizli eritma hosil bo'ladi? Hop, dastlab mis X sulfat pentagidrat formulasini olsak, mis X sulfat ko'paygan 5 ta suv. Hop, ushbu moddadan bizga 50 gramm berilibdi. Va bu 150 gramm suvda eritilibdi. Hop, eritilganda tuzning foizini topish kerak bo'ladi. Dastlab mis X sulfat pentagidrat tarkibidagi tuzni massasini topib olamiz. Bunda mis sulfat 160 gramm, suv 90 gramm. Jami massa 250 gramm bo'ladi. Hop, 250 grammda tuzimiz 160 gramm bo'lsa, 50 grammda qancha tuz bo'lgan? Proporsiya 160 50 ga ko'paytirib 250 ga bo'lsak, 32 gramm tuz bo'lgan ekan mis X sulfat pentagidratda. Hop, demak u suvda eritilsa, yangi eritma hosil bo'ladi. Yangi eritmada M' 150 gramm suv qo'shilgan 50 gramm kristallohidrat teng umumiy massa 200 gramm bo'ladi. Hop, eritma ichidagi tuzning umumiy massasi esa 32 gramm ekan. Hop, endi uni foiz konsentratsiyasini topish uchun tuzning massasi 32 ni bo'lamiz 200 ga, ko'paytiramiz 100 ga. Teng 16% eritma hosil bo'lar ekan agar 50 gramm mis X sulfat pentagidratni 150 gramm suvda eritsak. Demak, to'g'ri javob B varianti. Hop, ko'pchilik adashadigan holat 50 gramm mis X sulfat pentagidratni o'zini mas'ulini topib qo'yadi odatda. Ya'ni 50 ni 150 ga qo'shib 200, 50 taqsim 200 qilib qo'yadi. Yo'q. Pentagidratda tarkibidagi mana bu suv ham bu yoqqa suvga qo'shilib erituvchi bo'lib ketadi. Faqat bizlar mas'ul deganda mis X sulfatni mas'ulini topishimizga to'g'ri keladi. 2. Masala. 30% magniy sulfat eritmasini hosil qilish uchun 100 gramm 25% magniy sulfat eritmasiga necha gramm magniy sulfat ko'paygan 10 molekula suv eritilishi kerak? Demak, dastlab eritma bo'lgan 100 grammlik eritma. Undagi magniy sulfat foizi dastlab 25% bo'lgan. Magniy sulfatning massasi esa 100 ko'paygan 0.25 teng 25 gramm bo'lgan ekan tuz. Hop, bu eritmaga magniy sulfat 10 molekula suvdan nechadir gramm qo'shilgan. Shu sababli grammni bilmaganimiz uchun buni umumiy X mol qo'shilgan desam, demak 120x gramm magniy sulfat, 180x gramm suv qo'shilgan, jami esa 300x gramm modda qo'shilgan. Demak, yangi eritma qanday o'zgaradi? Yangi eritmada M' 100 plus 300x bo'lib qoladi. Tuzning massasi esa dastlab 25 gramm edi. Unga 120x gramm tuz qo'shildi, magniy sulfat qo'shildi. Hop, foiz konsentratsiyasi esa 30% bo'lib qolishi kerak ekan. Bo'ldi, formula qo'yamiz. Tuzning massasi 25 plus 120x ni bo'lamiz. Hop, umumiy massa 100 plus 300x ga teng bo'lishi kerak ekan. Foizimiz hop 0 ga mas'ulish bo'lsa 25 plus 120x teng 30 plus 90x. Hop, 30 dan 25 dan 30 dan 25 ni ayirsak 5 teng 120 dan 90 ayirsak 30x. X teng 5 taqsim 30. Qisqartirsam 1 taqsim 6 bo'lar ekan. Kasr ko'rinishda qolaveradi.
Hop, demak 1/6 mol magnesiy sulfat 10 molekula suv qo'shilgan. Uni molyar massasini topish uchun 1/6 ni ko'paytirishim kerak. Qo'shilgan massasini topish uchun 1/6 ni 300 ga ko'paytirishim kerak. Buni ko'paytirsam 6 bilan 300 qisqaradi. Bu yerga 1, bu yoqqa 50. Hop, 50 ni 1 ga ko'paytirsam 50 gram qo'shilishi kerak ekan. Demak, to'g'ri javob A varianti. Birinchi masala. 100 gram 10% magnesiy sulfat eritmasiga necha gram magnesiy sulfat dekagidrati qo'shilganda eritmaning foiz konsentratsiyasi 2 marta ortadi. Xo'p, birinchi masalaga o'xshash masala ekan bu ham. Dastlab eritmamizda M' 100 gram bo'lgan. Foiz konsentratsiyasi 10%. Hop, 100 ni 10% 10 gram bo'ladi. Demak, dastlabki eritmada 10 gram tuz bo'lgan. 10 ga qo'shilgan magnesiy sulfat 10 ta suv, deka degani 10. Hop, qancha magnesiy sulfat qo'shilgani noma'lum. Yana buni x mol tanlab olamiz. Umumiy x mol olamiz, shuning uchun qavs qo'ydim. Hop, demak buni x gramda 120x tuz, 182 suv bor. Jami qo'shilgan tuz massasi esa 300x. Kristal gidrat massasi. Hop, yangi eritma. Yangi eritmada M' 100 plus 300x. Tuz massasi esa 10 plus 120 x gram bo'lib qoldi. Endi foiz konsentratsiya qanday o'zgardi? Foiz konsentratsiya dastlabkiga nisbatan 2 marta ortadi deyapti. Demak, dastlab 10% edi. 10 ni 2 marta orttirsak, ya'ni 10 ko'paygan 2 desak, hop, 10 ni 2 ga ko'paytirsak 20% eritma bo'lib qolgan ekan. Bo'ldi, endi qolganini hop tenglamay qo'yamiz. 10 plus 120x taqsim 100 plus 300x teng 0, 2. 10 plus 120x teng 20 plus 60x. 10 teng 60x. X teng 10 taqsim 60. Buni ham qisqartirsak 1/6 mol magnesiy sulfat dekagidrati qo'shilgan ekan. Demak, buni massasini topish uchun 1/6 ni ko'paytiramiz. Molyar massasi 300 ga. 6 bilan 300 qisqarsa bu yerda 50 qoladi. 50 ni 1 ga ko'paytirsak 50 gram qo'shilish kerak ekan yana. Demak, to'g'ri javob Botir. B javob. Birinchi masala. 8% mis sulfat eritmasida 25 gram mis sulfat 5 molekula suv eritilganda eritmaning foiz konsentratsiyasi 2 marta ortdi. Dastlabki eritmaning massasini hisoblang. Xo'p, bunda dastlabki eritmaning M' noma'lum. Shu sababli men M' ni x ham tanlab olishim yoki y, a har xil tanlab olishim mumkin. Lekin men o'zimga oson bo'lish uchun M' ni 100x tanlab olaman. Shunda foiz konsentratsiya agar 8% bo'lsa, 100 ni ichida 8imiz ham 100 ni ichida 8%imiz 8 ga teng bo'ladi. Teng, demak bu 8x gram tuz bo'lgan. Hop, bunga qo'shilgan mis sulfat ko'paygan 5 molekula suv. Hop, bunda 160 gram mis sulfat, 90 suv, umumiy massa 250 gram. Hop, bu kristal gidratda 250 gramda tuzni massasi 160 bo'lsa, demak bundan 25 gram olsam tuzim qancha bo'lgan? Hop, tuz 160 250 16 gram tuz bo'lgan ekan. Demak, bu eritmaga qo'shilganda yangi eritma hosil bo'ladi. M' 100x plus hop 25 ga teng bo'ladi. Tuzning massasi esa 8x plus 16 ga teng bo'ladi. Hop, foiz konsentratsiya 2 marta ortdi deyapti. Dastlab 8% edi, demak, hop, kristal gidrat qo'shilgandan keyin 16% eritma hosil bo'lgan. Demak, endi 8x plus 16 taqsim 100x plus 25 teng 0, 16 ekan.
hisoblasak 8x plus 16 teng 100x ni 16 ga ko'paytirsak 16x chiqadi. Xo'p, 25 ni 16 ga ko'paytirsam, hop 4 chiqadi. Buni kalkulyatorsiz 4. Kalkulyatorsiz hisoblashni bitta usulni o'rgatib ketaman shu joyda. 0.16 da mana bu yerda ikkita virgul surilishi kerak. Ana shuni o'chiraman, 16 qoladi. Keyin mana shu ikkita virgulni mana buni oldiga qo'yib 0 bilan qo'yaman. 0.25 ko'paygan 16 bo'lib qoladi. Hop, 0.25 ko'paygan 16 bu 16 ni 4 ga bo'l degani. Shunda 4 chiqadi. Faqat shunaqa joyda hop shunaqa qisqartirib bo'lsam bo'ladi. Hop, bo'ldi. Ishlashga davom etamiz. 16 dan 8 ayrsam 8x, 16 dan 4 ayrsam 12. X teng 12 taqsim 8. Qisqartiraman 4 ga ikkalasini ham. Yo'q. To'g'ri. Ikkalasini ham qisqartirsam, hop 3 taqsim 2, 1,5 ya'ni. 3 taqsim 2 ligicha bu qoladi. Mendan nima so'ragan? Dastlabki eritma massasini aniqlang. X'im 3 taqsim 2 ekan. Dastlabki eritma massasi 100x edi. Demak, uni massasini aniqlasam, 100 ni ko'paytirishim kerak ekan 3 taqsim 2 ga. Hop, 100 ni 2 ga qisqartirsam bu yerda 1, bu yoqda 50. 50 ni 3 ga ko'paytirsam 150 grammni dastlab eritma bo'lgan ekan. Demak, to'g'ri javob D. 5-2-masala. 125 gram 8% mis sulfat eritmasida qancha massadagi mis sulfat 5 molekulali suv eritilganda eritmaning foiz konsentratsiyasi 3 marta ortadi. Demak, dastlab M' 125 gram. Foiz konsentratsiyasi 8%. Hop, mana bu yerda gram. Tuz massasi esa 125 ko'paygan 0.08 teng 10 gram ekan. Hop, bu eritmaga mis sulfat ko'paygan 5 molekulali suv qo'shilsa, hop qancha kristallik gidrat qo'shilgani noma'lum. Shu savol kristallik gidratda umumiy x mol tanlasam 160x tuz bor ichida 90x gram suv bor. Jammasi esa 250x gram. Hop, endi yangi eritma hosil bo'ladi. Eritmada M' 125 qo'shilgan 250x gram. Tuz massasi esa 10 plus 160x gram bo'lib qoladi. Foiz konsentratsiyasi 3 marta ortarkan. Dastlab 8% edi, u 3 marta ortsa, demak, 2,4% eritma hosil bo'lgan. 8 ni 3 ga ko'paytiramiz. Endi formula qo'yamiz. Umumiy tuz massasini bo'lamiz umumiy eritma massasiga. Teng 0.24 mas'uli chiqishi kerak ekan. Demak, 10 plus 160x teng 125 ni 0.24 ko'paytirsak 30 qo'shilgan 250 ni 0.24 ko'paytirsak 60x. 30 dan 20 ni 10 dan ayirsam 20. 160 dan 60 ni ayirsam 100x. X teng 20 ni 100 ga bo'lsam 0,2 mol umumiy kristallik gidrat qo'shilgan ekan. Uni massasini topish uchun, demak, 0,2 molni kristallik gidratning molyar massasi 250 ga ko'paytirsam, hop 50 gram kristallik gidrat qo'shilishi kerak ekan. Demak, to'g'ri javob B varianti.